Samarqand shahar Amir Temur ko'chasi, shundoqqina Hamkor bankning orqasida 5 qavatli uyimizning birinchi qavatida 3 xona skvoznoy planirovkali uyimiz savdoga chiqqan. Hozir sizlar bilan tezda video obzorini ko'rib o'tamiz. Videomizga ayamasin layklarni uramizda. Mana bu zal qismida video obzorini boshlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu bizning zal qismimiz. Konditsionerlarimiz bor, polni mягкий divanlarimiz qo'yilgan, stollarimiz qo'yilgan, chiroyli pardalarimiz ilinib qo'yilgan. Kirish qismidan video obzorini davom ettiramiz. Qani ketdik. Hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, e'tibor qiling, bu bizning главный kirish eshigimiz, xonadonimiz polni yangi yevro montaj qilingan va mana bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. E'tibor qiling, remontlarimiz chotga chiqqan, juda chiroyli remontlardan chiqqan, pardalarimiz ilingan, radiatorlarimiz o'rnatib ketilgan. Bu esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zidan mana shunday balkon qismiga ega. Bu yoqda ham radiatorlarimiz bor, chiroyli pardalarimiz ilingan, konditsionerimiz bo'yib ketilgan. Sanuzellarimizga e'tibor qilamiz, sanuzellarimiz alohida. Bu hojatxona qismimiz, marhamat e'tibor qilishingiz mumkin. Polni kafel qilingan. Bu esa bizni vanna qismimiz. Sharoitlari zo'r qilib qo'yilgan. Bu esa bizni oshxonamiz. Oshxonamizdan e'tibor qiling, barcha sharoitlari qilib qo'yilgan va oshxonamizda bu birinchi qavat bo'lgani uchun tashqariga chiqib, mana eshik qo'yib ketilgan, mashina qo'yish uchun barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Duo kontini katalog zamirda joylashtirilgan. Aytib o'tganda uylarimiz radiator sistemasida isitiladi. Samarqand shahar Amir Temur ko'chasi, Hamkor bank orqasida 5 qavatli uyimizning birinchi qavati skvoznoy planirovka 3 xonali uyimiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi aytib o'tgandek 63 ming AQSh dollari savdosi bor. Ipotekaga ham xarid qilsa bo'ladi. Kimga xonadonimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastda bemalol raqamlarni qo'ldiraman, aloqa qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etamiz. Har doim sizlarga eng yaxshilarni taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.